won't survive this! Countries all over the world ordered nationwide lockdown due to COVID-19 outbreak. The cities are filled with coronavirus terrorizing the streets to infect everyone on their way. Businesses have been shut down. People are staying at home, waiting hopelessly for a solution. The world wants to return to their normal lives quickly. But how realistic is it? It is goddamn realistic. Bollywood, dünya tuzilmasining tashviqot sahnasi, medianing parda arkası, dünyadagi eng cho'ng kino film ishlash markazi, orqa pardada fikr tarqatuvchilarning ishlab chiqarish markazi, illuminatilarning uchirish o'chiqi, insonlarning fikrini kontrol qilish uchun eng cho'ng media sistemi. Saddamning darg'a esilishi, Kazafining qonlar ichida sazoyi qilinishi, Muhammad Mursiyning kishilarning ko'z oldida zaharlab o'ldirilishi hammasi ekranlarda oldin ishlanadi. Biz bu qo'rchoq filmlardan nurg'un narsalarni o'rganamiz. All right, people, hear me out. So here's the plan for... We have 7 continents in the world. Oh, Christ! 6 of them are infected from COVID-19. Oh my God! We will split into 6 different groups. I'll give the groups the cure that I developed to clear these continents. Just find a high point in those places. When I give you the mark, shoot the cure to the sky with these guns. Dünyada yeni bir sistem qurilish oldida. İnsanlar tayyorliqsiz fikrlar va tushunchalar kirasi. Hatta ba'zilar bu yangi tuzilmaning boshlanadiganligiga ishongisi kelmayapti. O'tgan asrning oxirgi yillarida doktor William bugungi ahvollarni yozgan edi. Bugungacha insonlar davlat hokimiyati va imperatorlarning boshqarishi ostida yashagan bo'lsa, bu asrdan boshlab bir dunyo davlati tarafidan yoki buyuk kuchlar tarafidan markazdan kontrol qilinish bosqichini boshladi. Qadam allaburun tashlanib bo'ldi. Nishonga yetish uchun yillar burun ilingan radikal qarorlarning boshlanish konkurssi besildi. Bu yil ajoyib ko'p ishlar yuz berishi mumkin. Iron Man, Sonic, Flash goes to North America. Terminator, Thor, John Wick, and Shaggy to South America. Superman, Hulk, Leo, and Mr. Incredible to Australia. Saitama and Genos to Asia. Goku, Cap, Batman, Wolfie, Cena to Africa. And the rest go to Europe. Good luck, people. Bu qitim bizning eng cho'ng fursatimiz kelganda qilib. Xitoyning dunyoga virus chechishi bilan dunyo kuchlari birlashib dushmanimiz Xitoyga jarlik zarba berdi va bermoqda. Oldimizda ishlatiladigan yangi texnikalarni to'g'ri tushunish va ishlatishni o'rganish bu jangga to'g'ri kelishning asosini soladi. Uyg'urlarga yangi asrdagi texnik qurollarni o'rganishga qiziqadigan, dushmanga to'g'ri yetishga hozirlik qiladigan minutlar yaqinlashishga boshladi. Yillar oldida bu vaboning chiqish to'g'risida bir qism tadqiqotchilarning ogohlantirishiga hech kim parvo qilmagan edi. Bugun bu vabo o'tirib chiqdi. Parvosizlik insoniyatga bu Xitoy vabosining bedelini to'latkizdi. Biz yillarcha Xitoy davlatining dunyoga baloyafat deb kelganligini aytdik. Hech kim so'zimizga pisand qilmadi. Yo'qotilishimizga, begunoh o'ldirilishimizga pisand qilmadi. Hatto Kompartiya har qatim cho'lib ketay deganda qarang kuchlar tarafidan qayta qo'rashtirildi. Parda orqasidagilarning o'yinini bilmasligimiz bizga ajoyib ziyonlarni olib keldi. Parda orqasidagi iqtisodiy kuchlarning bir dunyo davlati va maxfiy davlatlarning kuchini kuzatishda to'liq kechikkan edik. Biz haqiqatan ojiz kelib qolgan edik. Biz Xitoy davlatining zavalligi uchun 70 yil duo qildik. Bugun duo ijobat bo'lish vaqti. I'm almost there. Tell me when you're ready. Biz dunyodagi barliq do'st davlatlarning bu vabodan tezroq qutulishi uchun yana duo qilamiz. Dunyo Xitoy virusiga qarshi kurash qilmoqda. Yangi bir dunyoda birlashmoqda. Xitoy tajovuzchilarining vayron bo'lish davri keldi. O'tmishda uningga berganlar bugun qaytarib olmoqchi. Burun uni qurashtirganlar bugun uni cho'vib tashlamoqchi. Kelgusi planlardan xabarsiz qolganlar har zamon ziyon tortdi. Bugun bizning boylik, texnik, sanoat,
kuch jihatda davomli orqada qilayotganligimizning sababimi dal parda orqasidagi ishlardan xabarsiz qilishimiz edi. İslam xilofatining yiqilish sabablaridan birisimi orqada nima bo'layotganligidan to'liq xabardor bo'lolmaganligi edi. Dünya tuzilmasi yillar burun planlanadi. Hamda dunyo iqtisodiy kuchlarining qo'lidagi eng chong tashviqot shirkatlaridan Hollywood qatorliq shirkatlarning kino filmlarining orasiga yo'shirib qo'yildi. Tariximizda 50 ming qurolli mujohidimizning Manas daryosidan orqa qaytarilishimi shu zamonda orqadagi planlarni ko'rilmaganligidan edi. Kashki urush qilgan bo'lsa edi. Qurollarni tashlamagan bo'lsa edi, jangda qurbon bo'lgan bo'lsa edi, tarix betiga 50 ming shahidning dostoni yozilgan bo'ladi. Qaysi millat o'limdan qo'rqqan bo'lsa, zolimlarning qo'lida bo'g'izlandi. Kim o'limdan qo'rqsa, o'lim uni mustamlika qildi. Aldınqı yarım asırda insaniyet yönelişini radyo, televiziya teşviqat orqali kontrol qilish qo'rinib kelgan büyük güçler keyingi 20 yilda aqlli telefonga mablag' soldi. Har odamning yanchiqida bo'lgan bu arzon texnik bilan insonlar kuzatildi. Hamda inson hayoti uning bog'liq holatga keltirildi. Undan keyin internet vositalari orqali kontrol qilindi. Orqadilla yer sharidagilarning 20 dan ko'proq ishlatayotgan sotsial media vositalari har zaman shaxsiy arxivlaringizni, maxfiyatliklaringizni ko'ra oladigan holatga keldi. Hatta o'tgan yil bir qism hakkerlar tarafidan siz ishlatayotgan Facebook programmasining o'zida 50 milliondan ortiq odamning maxfiyatlari ko'rildi. Qanday qilib bo'lsin, insoniyat bugun internetdan va aqlli telefondan ayrilolmasalik keldi. Eng xatarligi telefonga tushirilgan yuzlarcha applar bilan inson fikrining boshqarilishi edi. 2000-yildan keyin ko'plagan ijtimoiy va siyosiy cho'ng harakatlar bu programmalarning vositasi bilan ilib berildi. Millionlarcha odam o'lgan Arab bahorimi tamoman Facebook vositasi bilan qo'zg'atildi. Dunyoviy kuchlar saylanmoq ta'sir ko'rsatib, xohlagan kishilarni taxtga chiqishdan tortib, cho'ng namoyishlarni tashkillab, hukumatlarni ag'dirishgacha, hatto oddiy fuqaroning yotoq uyi qaysi o'birni kirib chiqqanliklaridan tortib ko'rsatiladigan bo'ldi. Insonning internetga eng yaqin do'sti bo'lgan Siri butun savollarga javob bera oladigan holatga keltirildi. Internet texnikasi 3G dan 4G ga chiqdi. Bunun bilenli qalmay bu asrda 5G texnikasini işletish başlanış arpısı turmakta. Yani bunun ma'nosi insoniyat dunyosi tamamen texnik orqali kontrol qilinish bosqichiga kirdi degan gap. Programmamizning maqsadi virusning keyingi yangi asrda nima ishlarning bo'lganligini bilib olish, eng muhimi uni tayyorlab qilish. İnsanlarning o'z yashayotgan dunyoni bilish haqqi bor. 2020-yili Amerika Davlat bexatarlik ministri Donald Rumsfeld biz biladigan narsalar bor. Bilishni xohlasaqmi bilmaydigan narsalar bor. Uningdan boshqa bilinmagan, bilmaydigan narsalar mavjud degan edi. Afsus, ichimizdagilar bilishni va bildirishni xohlamadi. Bilolmaganlar tuyuqsiz yuz berayotgan bugungi voqealarga qarab qanday siyosat qilishni bilolmay qoldi. Hatta ba'zi davlatlarning yillar oldida ogohlantirilgan bu Xitoy virusiga hech qanday tayyorligi bo'lmagan edi. Bizning bilish haqqimiz bor. Yangi asrda parda orqasida yana bir qitim setilib ketmasligimiz uchun tadqiq qilish mas'uliyatimiz bor. Fikrlarimizni qiziqqan bir qism kishilar parda orqasida yuz berayotganlar rasmi degan savolni o'tirib qo'yibdi. Ko'plagan masalalarning kelib chiqishi dal mushu yerda edi. Mustaqil fikrli kishilar ilm va tushunchada bizdan xillashib ketgan edi. Aslida ularning qo'lidagi fan texnikaning kuchi bo'lsa, texim ishib ketgan edi. Keyingi asrlarda musulmonlarning texnik sohasida orqada qilishi nihoyat cho'ng mag'lubiyatlar bilan natijalandi. Musulmonlar nima uchun orqada qoldi? Islom xilofati nima uchun sanoat inqilobiga yetisholmadi degan savollar davomli so'rilib turdi. Parda orqasida bo'layotganlardan xabarsiz qilish biz xiyoliy deb o'ylayotgan orzularimizning allburun buyuk kuchlar tomonidan yaxshi va yomon shaklda planlanib bo'lganligini bilmaslik asrli qarorlarimizning to'g'ri ilinishiga nihoyat cho'ng to'salg'i bo'ldi. Oddiy fikrlarning zamoni o'tdi. Chunqur tafakkur qilishning davri keldi. Cho'ng sakrab ilgirlash, qattiq bo'lish fikrini Xitoylar jinida 30 yil burun o'tirib qo'yib bo'lgan edi. Yer shardagi insonlarni umumyuzli kontrol ostiga olish uchun 100 yillik, 200 yillik, 300 yillik planlarni tuzgichilardan birisi Rothschild ailesi. Bir 1710 yılı Frankfurt'ta dunyoga kelgan Amschel Musa Rothschildning o'g'li Mayer Amschel Rothschild 10 bolalik bir Yahudi oilasining o'g'li. Tashqi perevod savdosi qiladigan dunyo bankchilik sohasining asosiy quruvchisi.
Tarixda bir qitimdila bir qancha ülkede pul muomalasi sho'basi ochgan. Bu oilani boylar tizimiga ko'rolmaysiz. Ular 100 yildan beri asta-asta kuchlanib, Yevropa iqtisodining qo'liga aylanib, boylar tizimidan chiqib, pulning o'ziga aylangan. Aslida oila tarixi o'rta asr Yevropa tarixiga tutashgan. Germaniyadagi Yahudi jamoatining ichida dindor o'rtaral saviyada yashaydigan bir oila. Asosiy to'nilgan vaqti 1700-yillar. O'z vaqtida ularning birisidan boshqa ko'plagan kasblarni qilish shaklangan edi. Vaqtliq qarz berish, ya'ni go'ro'xona ichish ularning asosiy kasbi edi. Ular bu kasbni pul muomala kasbiga taraqqiy qildirish bilan Yevropadagi eng kuchli iqtisodiy kuchga aylanishning asosini soldi. Rothschild 5 o'g'ilni Yevropaning o'xshamagan shaharlariga savdo qilishga avatish orqali ta'sir kuchini texnik kengaytdi. Ular oilasining boyligini qat'iy oshkorlamaydi. Tashviqot sohasida e'lon taxtlari siyosiy maqtashlar ichida ularni ancha uchiqib olmaysiz. Ularning mavjud mol-mulki 15 trilliondan 25 trilliongacha deb taxmin qilinadi. Bu Amerikaning va Xitoyning boyligidan yuqori hisoblanadi. Yig'ib aytganda, qo'limizda tutib turgan har bir dollar, yevrolarda bu oilaning o'lishi bor. Hatto dollarni bosadiganmi dal shular. Ularning bugungi dunyodagi eng chong iqtisodiy kuch bo'lishi ularni qonunliq bir bankchilik shakliga aylantirgan bo'lib, tarixda Osmanlı imperiyasi birinchi qitim Turk bankasini shular bilan birlikda ochgan edi. Keyingi kunlarda bo'lsa, Osmanlıning davlat iqtisodi asta-asta ularning qo'liga o'tishga boshlagan edi. Hatto Rothschildning Osmanlıga bergan qarzining oxirini Turkiya davlati 30 yilda aron to'lab bo'ldi. Suiqasd nazariyasiga asoslanganda dunyoviy urushlarning parda orqasida ularning borligi tilga olindi. Masalan, 2. Dünya urushi Amerikaga 400 milliard dollar ziyon olib kelgan edi. Rothschildlar Amerika iqtisodiga bu ziyonning asosiy qismini to'ldirish bilan Amerika davlatiga singib kirishga boshladi. Keyingi 15 yilda Turkiyaga munoyat cho'ng mablag'lar silindi. Ular mablag' solgan har qanday davlat siyosati ularning ta'siriga uchqab turadi. Bundaqda Rothschildlarning bugungi Sharq Turkiston masalasi bilan qanday aloqasi bor? 1865-yildan boshlab Manju ordusi vatanimizga qayta tajovuz qilmaslik to'g'riliq qattiq talash tartish qildi. Bosh vazir Li Xunjang taraf voz kechishni tashabbus qilgan bo'lsa, Shanxi Gansu valisi Jallod Zozongtang qayta ishg'ol qilishni chingtuvdi. 10 yillik talash tartishdan keyin Zozongtang Ruslar bilan kelishib, ya'ni Chorosiya besib olgan Ili vodiysiga hech qanday tegmaydiganligini bildirib, Rus savdogardan 7 million kilo ochliq setib olib, 200 ming kishilik qo'shinning ochliq masalasini hal qilgandan keyin urushning moliya chiqimini hal qilish uchun Angliyaning Hong Kong bankasidan o'simlik qarz so'radi. Bu vaqtda Angliya diplomatlari moliya ishlariga aralashib bilan vatanimizning podshosi Yoqubbekni bu tajovuzdan qutuldirib qilishga tirishdi. Bu orqali Rossiyaning Hindistonga bo'lgan ta'sirini Qashqariya Uyg'ur davlati orqali cheklash edi. Dal mushu vaqtlarda Yoqubbek Angliyaning oldidagi texnik cho'ng temir to'saq Osmonliga bayat qilganligini bildirdi. Angliya xon jamiyati va ular bilan harakat qilayotgan Rothschildlar Zozongtanga 10 million fond sterling o'simlik qarz berish orqali urush chiqimini hozirlab berdi. Bu qitimliq urush vatanimiz tarixida eng fojialik mag'lubiyatdan boshlanishi edi. Necha million jonimiz qirilib ketdi. Ammo hech qanday bir hokimiyat qirilib ketayotgan xalqimizni qutqizish uchun bir askarni vatib boqmadi. Mustamlika boshlandi. Tarix bizga bir xatolikni yana qayta o'tkazmaslik uchun cho'ng ibratlarni qoldirdi. Virusdan Yevropaliklar Xitoyning indidan o'rni olamdi yoki Amerika bilan birga harakat qilamdi? Yangi dunyo o'zgarishida Uyg'urning o'rni nada bo'ladi? Uyg'urlar tekrar ozg'in manfaatga setilib, osmila bo'lib tugishamdi yoki Xitoyning mag'lubiyati bilan Uyg'urlar ozodlikka chiqamdi? Intayin diqqat bilan nozik siyosat yurgizadigan hal qiluvchi vaqtimiz keldi. Bugun Amerika, Yapon qatorliq buyuk kuchlar Xitoydagi shirkatlarni yo'tkab chiqishga jiddiy harakat qilyapti. Ammo iqtisodiy kuchlardan Rockefeller oilasi Xitoyda yenib chiqqani yo'q. Oldimizda intayin jiddiy bir vaziyat bizni kutib turadi. Amerika prezident saylimi yaqinlashyapti. Kim yengib chiqadi? Dal hozirgi vaqtimizda Xitoyni Xitoy qilgan dunyo iqtisodiy kuchlari bilan Amerika maxfiy davlati jiddiy ilishmoqda. Uyg'urlarning kelajagi yarlab qoldi. Xitoy Sharq Turkiston xalqini har kuni turkumlab qorong'uga tashlamoqda. Xitoyning alaqati uchun dunyoviy qo'shin yaqinlashmoqda. Vaqt to'xtalish uchun Xitoy jiddiy harakat qilyapti. Uyg'ur da'vosi intayin ostilik bilan siljimoqda. Xitoy bizning intayin osti harakat qilishimizni umid qiladi. Bugungi Uyg'ur marafonchi ko'rishi yangi dunyo tuzilmasida qanchalik rol ola oladi noma'lum. Xitoy virus olib kelgan bugungi bu jiddiy vaziyatda
cho'ngroq bir jamoat harakatining tashkillanmayotganligi haqiqatan odamning ichini siqadi. Uyg'urlar uchun yangi bir xalqaro strategiyaning boshlanish vaqti keldi. Siyosiy tashkilotlar qaysi yo'nalishda harakat qiladi, kimning sepida turadi, kimning yo'l yo'riqi bilan mangadi. Liderlar yangi fikr, yangi strategiya o'tirib qo'yishi, klassik nutuq va klassik siyosiy ijtimoiy harakatlarni isloh qilish vaqti keldi. Yevropa va bir qism davlatlarda 50 yildan beri davomlashayotgan klassik namoyish qilish usullarini o'zgartirib, yangidan yangi uslub va metodlarga isloh qilishning zamoni keldi. Xalqning ko'zi ochilishga boshladi. Xalqimiz hamda ojizlarni, mejiq, latg'alab, klassik fikrdagilarni qabul qilmaydi. Quruq gap qilib ish qilmaydigan, ismi yo'g'on tashkilotlarni e'tirof qilmaydi va ularni axlat sanduqlariga tashlaydi. Yangi bir dunyo Uyg'urlardan kuchli siyosiy lider va kuchli tashkilot qurilishini talab qiladi. Yangi dunyo tuzilmasi ustun aqllar tarafidan qurilgandek, Uyg'urlarning ustun aqllarga ehtiyoji bor. Ustun aqllar alohida fikr ishlab chiqaruvchilar va iqtisodiy yuqori boylarni tarkib topadi. Aqlli boylarni tarkib topgan maxfiy dunyo tashkiloti dunyodagi aql omborlari bilan harakat qiladi. Uyg'ur boylarining fikr ishlab chiqaruvchilarga mablag' solish vaqti keldi. Programmamızın ikinci qismida ba'zi davlatlarning keyindan gap qilmasligimiz to'g'risida inkoslarni topshirib oldik. Bizning tushunchimizda faqat Xitoy va uning o'xshagan diktator davlatlarda xalqning hokimiyat qarshidan qilish cheklangan. Ularga javobimiz shuki, biz har vaqt hech qanday davlatning keyindan gap qilmaymiz, balki oldidan gap qilamiz. Biz bugun dunyodagi Xitoy va uning agash kuchlaridan boshqa har qanday ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda harakat qilamiz. Shuning bilan birga Xitoyga yaloqchilik qilayotgan davlatlarni yaqindan kuzatamiz. Agar ularning bizga xoinlik qilish ehtimolini sezgan hamon, ularni media vositalarimiz orqali cheklash kuchimizni ishlatamiz. Yaqinda ba'zi turk tadqiqotchilar Xitoy virusining Amerikada yasalganligini ochiq-oshkor e'lon qilish bilan va media vositalarida tilga olish bilan shug'ullanyapti. Bu virusning aniq Xitoyning Wuhan tadqiqot markazida yasalganligidan iborat bu po'latdek paketni burmilab, turk xalqining virusga bo'lgan qarshiligini Xitoyga emas, Amerikaga qarshi jamoat fikr qilishga urinadi. Bu kayfiyat bir qismlarning qarshicha davlatning siyosiy bexatarligiga foyda kelsa-mu, bu bizning hozirgi Uyg'urlar vaziyati uchun intayin ziyonli qilmish. Biz bu bir qism analizchilar va media o'rinlarininki bu jihatdagi xato tashviqotini ayblaymiz. Rossiya bugun virusni yoshirish bilan Xitoyga o'xshashli qarshimizda harakat qilyapti. Xitoyning eng yaqin do'sti Italiya bu hujumdan keyin aqlni tepishga urinadi. Buningdan boshqa Xitoyga yaqin bo'lgan bir qancha Yevropa davlatlari ham Xitoyga qarshi safga o'tyapti. Fransiyalik meditsina Nobel mukofoti sohibi Montaner apandi virus Xitoydagi bir tajribaxonadan chiqqan deb ochiq e'lon qildi. Xitoylarning butun dunyo xalq oldida so'tlanishi va darg'a esilishi oldida turgan bu jiddiy vaziyatda har qanday davlatning ozg'ini pulni deb Xitoyni qo'g'dab qilishiga har bir Uyg'ur qarshi chiqishi lozim. Bugungacha Turkiston sistemasidagi bir davlatning Uyg'urlarni yo'qotish uchun ichilgan jazo lagerlari to'g'risida bir og'iz gap qilmasligi tarixning sharmandalik betiga xotirlanadi. Sharq Turkiston xalqining yo'qolishi badaliga bir parchadan oldinib divonlarcha yashashdan mubakrak nomussizlik bo'lmasi kerak. Dünya bizning bundan keyingi keskin inkaslarimizga diqqat qilsin. Yangi dunyoda fikrimiz o'tkir, qilichimiz keskin bo'lsin.